Hurmatli iste'molchilar, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududiga anomal issiq havo oqimlari kirib kelish munosabati bilan Samarqand hududida ham elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojlarni oshishiga sabab bo'lmoqda. Aziz va hurmatli samarqandliklar, sizlardan iltimos bo'ladi, murojaatimiz shu o'zingizni ehtiyojingizdan kelib chiqib o'sha konditsioner, havo sovutgichlar bo'ladimi, muzlatgichlar bo'ladimi, xonada nima bilan bog'liq, elektr energiya bilan bog'liq priborlar, o'sha uskunalarni ishlatadigan vaqtingizda ketma-ketlikka e'tibor qarating. Agar siz hammasini birdaniga, masalan, 4 ta xonangiz bo'ladigan bo'lsa, 4 ta xonadagi konditsionerni birdan yoqadigan bo'lsangiz, bizda o'sha liniyalarimizga yuklamalar oshib, avariya holatlari keltirib chiqishga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda mana issiq kunlarda avariya bo'lgandan keyin uni bartaraf qilish uchun bizda 24 soat brigadalarimiz shay holatga kelgan. Baribir shu holatda ham uni bartaraf qilib yana elektr energiyani qayta tiklashga vaqt ketadi. Shuning uchun sizlardan iltimos bo'ladi, aziz samarqandliklar, qaysi xonada ishlatiladigan narsalarni ketma-ketlikda, qaysi kerak bo'ladigan bo'lsa, ehtiyojga qarab ishlatingizlar. Bundan tashqari mana shu hozir anomal issiq vaqtida Samarqand viloyatimiz bo'yicha hududlarimizdagi tuman shaharlardagi elektr ta'minot korxonalarida 24 soat navbatchilik rejimi tashkil qilingan. Undan tashqari shu aholi iste'molchilarga issiqda noqulayliklar bo'lmasligi uchun murojaatlarni tezroq biz qabul qilib olib, tezroq o'sha avariyalarni bartaraf qilish maqsadida tuman shaharlarda Telegram kanallar ochtirdik. O'sha Telegram kanallariga ham murojaat qilishlaringizni so'raymiz. Biz chunki qancha tez o'sha avariya bo'lganini xabarini tez oladigan bo'lsak, tezda bartaraf qilib elektr energiya bilan uzluksiz va sifatli ta'minlab beramiz. O'sha holatlarda Samarqand viloyatimiz hududi bo'yicha elektr energiyadan muammo bo'lmaydi, o'chish bo'lmaydi, avariya holat kam bo'ladi. Birgalikda sizlar bilan aziz hamshaharlar, viloyatimiz iste'molchilari birgalikda agar ishni tashkil qiladigan bo'lsak, mana shu anomal issiqni ham birgalashib yengil o'tamiz.